Hello Friends, welcome back to Royal Drive. Bugun biz juda qiziqarli va zamonaviy sedan haqida gaplashamiz. Bu 2026 Nova Koda Auto Salvia modeli. Ushbu avtomobil ixcham sedan segmentida mutlaqo yangi darajani boshlab bermoqchi. Agar siz zamonaviy dizayn, kuchli dvigatel va ilg'or texnologiyalarni yaxshi ko'rsangiz, unda videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu avtomobil haqida siz bilmagan qiziqarli sirlar bor. 2026 Nova Koda Salvia tashqi ko'rinishdan boshlab juda jozibador va premium uslubda yaratilgan. Old qismida keng va o'tkir chiziqlarga ega radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u avtomobilga kuchli va jiddiy ko'rinish beradi. Zamonaviy LED matritsali faralar agressiv va futuristik dizaynga ega. Yangi bamper sportcha havo kirish joylari bilan bezatilgan bo'lib, avtomobilning dinamik xarakterini yanada kuchaytiradi. Kapot ustidagi keskin chiziqlar esa unga mushakdor va qimmatbaho ko'rinish beradi. Yon tomondan qaraganda Salvia yanada uzun va aerodinamik ko'rinadi. Kuzov bo'ylab o'tgan silliq chiziqlar unga haqiqiy yevropacha uslub beradi. Yangi dizayndagi alyuminiy disklar sport ruhini oshiradi. Tom qismi biroz pastga egilgan bo'lsa ham, orqa o'rindiqlarda bosh uchun yetarlicha joy saqlab qolingan. Orqa qismida esa kristal uslubdagi LED stop chiroqlar joylashgan bo'lib, ular avtomobilga zamonaviy va o'ziga xos ko'rinish beradi. Orqa bamper toza va nafis dizaynda ishlangan. Endi salon haqida gaplashamiz, chunki aynan ichki qismi 2026 Nova Koda Salvianing eng katta ustunliklaridan biridir. Ichkariga kirganingizda keng va yorug' muhitni darhol his qilasiz. Panel va eshik qoplamalarida yumshoq materiallar ishlatilgan. Ikki rangli dizayn esa hashamatli kayfiyat yaratadi. Markazda joylashgan katta sensorli ekran zamonaviy multimedia tizimi bilan jihozlangan va simsiz Android Auto hamda Apple CarPlay'ni qo'llab-quvvatlaydi. To'liq raqamli pribor paneli haydovchiga barcha ma'lumotlarni aniq va chiroyli tarzda ko'rsatadi. Qulaylik masalasida ham bu model juda kuchli. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlar uchun qulay qilib yaratilgan. Orqa yo'lovchilar uchun oyoq va bosh joyi keng. Orqa qismda havo chiqarish teshiklari va sportlar mavjud. Bagaj hajmi esa oilaviy sayohatlar uchun yetarli darajada katta. Kapoti ostida esa kuchli va iqtisodiy turbo benzinli dvigatellar taklif etiladi. Ular tezkor tezlanish va yoqilg'i tejamkorligini birlashtiradi. Shahar ichida boshqarish oson va yumshoq.